Assalomu alaykum, bu o'z to'qimachilik sanoatining haftalik dayjesti. Haftaning muhim voqealigidan boshlasak. O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi delegatsiyasining Ozarbayjon Respublikasiga bo'lgan ish safari har tomonlama manfaatli bo'ldi. Gap shundaki, ilk marotaba mamlakatdan tashqarida o'zbek modeli asosidagi paxta to'qimachilik sanoati yo'lga qo'yiladi. TST Textile Group tomonidan Ozarbayjonning Imishli hududida amalga oshiriluvchi loyiha qiymati $54 million tashkil etadi. Buxoro viloyatida tashkil etilgan Textile Standard Services kompaniyasi tomonidan JZ va o'z to'qimachilik sanoat uyushmasining Social Partnership forumining natijalariga to'xtalsak. 120 dan ortiq tadbirkorlar, vazirlik va idoralar hamda Buxoro viloyat hokimligi vakillari ishtirok etgan forum Muhandislik texnologiya institutining HIG Textile Group vertikal integratsiyalangan ishlab chiqarish bazasida hamkorlikda to'qimachilik sanoati kafedrasi filialining tantanali ochilishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Qolaversa, avstraliyalik ekspert Oliver Herling dastur doirasida dual ta'lim, Germaniya va O'zbekiston tajribasi mavzusida qilgan taqdimoti kompaniyalar va instruktorlar uchun haqiqiy qo'llanma bo'ldi. Xalqaro e'tirofga o'tamiz. Xabaringiz bor, poytaxtimizda bandlik va ijtimoiy himoyani uyg'unlashtirish orqali O'zbekistonda ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash mavzusidagi xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Anjumanda nutq so'zlagan martabali mehmon, Xalqaro mehnat tashkiloti bosh direktori Gilbert Yumbo o'z spichida O'zbekiston majburiy va bolalar mehnatini tugatish bo'yicha sezilarli va e'tirofga loyiq natijalarga erishganini qayd etib, O'zbekiston paxtasiga boykot olib tashlanishini yurtingiz uchun katta yutuq deb bilishni aytdi. Bu hafta davomida kuzatganlarimizning bir qismi edi. Bizni kuzatishda davom eting. To'qimachilik sanoatidagi yangiliklardan boxabar bo'lish uchun rasmiy sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang.